Sure İsra tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyunuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayeti mehriban ve şefkatlik Allah'ın ismiyle başlayman. Allah barcha nuqsondan pokdir. U Muhammed aleyhisselamga öz kudretining ba'zi dalillarini ko'rsatish uchun bendisini yani Muhammed aleyhisselamni bir kechida Masjidi Haramdan atrofini bereketli qilgan Masjidi Aqsoga ilib keldi. Hakikaten Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Musaga kitobni yani Tavratni ato qildik. Kitobni İsrail avlodiga yetakchi qildik. Ularga mendan g'ayrini hami yani Rab qilib olmanglar dedik. Biz Nuh bilan birga kemiga tushirganlarning avlodlari ajdodinglarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Allohning ne'matiga shukr qilinglar. Nuh haqiqatan ko'p shukr qilguvchi banda edi. İsrail avlodiga kitobda yani Tavratda Falastin zaminida cho'qim 2 qitim buzg'unchilik qilisizlar va zulm qilish bilan Allah cheklagan ishlarni qilish bilan to'limi haddinglardan ichib ketisizlar deb vahiy qildik. Birinchi qitimliq buzg'unchilikning jazosi va'da qilingan vaqt kelganda sizlarni jazolash uchun sizlarga kuchlik bandalarimizni avatdik. Ular sizlarni o'ltirish, bulang-talang qilish uchun uylarni aqtirdi. Sizlarga dushmanni musallab qilish cho'qim ishga oshadigan va'da edi. Sizlarga dushmanni musallat qilish cho'qim ishga oshadigan va'da edi. Andin yani tavba qilganinglardan keyin sizlarning ulardan ustunliginglarni asliga keltirdik. Yani düşmanlarni halok qildik, sizlarni ularning ustidan g'olib qildik. Sizlarga nurg'un mol va avlodlar ato qildik. Soninglarni ko'p qildik. Ey İsrail avlodi, agar yaxshilik qilsanglar, yaxshiliginglar o'zinglar uchundir. Yomonlik qilsanglarmi o'zinglar uchundir. Ikkinchi qitimliq buzg'unchilik jazosining va'da qilingan vaqti kelganda düşmanlarning xor qilishi bilan yuzinglarda qayg'uning alomatlari ko'rilishi, ularning Baytul Muqaddasga dastlabki qitimda kirganda kirishi va ishg'ol qilganligi yerni vayron qilish uchun ularni biz avatdik. Agar tavba qilsanglar, Rabbinglarning sizlarga rahim qilishi muhaqqaq yaqindir. Agar sizlar qaytsanglar, ya'ni qaytib buzg'unchilik qilsanglar, bizmi qaytimiz. Ya'ni biz sizlarni qayta jazolaymiz. Biz jahannamni kofirlar uchun zindon qildik. Bu Qur'on haqiqatan eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ishlarni qiladigan mu'minlarga ularning cho'ng mukofotga erishadiganligi bilan xo'sh xabar berdi. Yana mu'minlarga xo'sh xabar berdi-ki, oxiratga ishonmaydiganlarga qattiq azob tayyorladik. Inson o'ziga va bola chaqalariga xayrlik duo qilgandek, ochiq kelganda badduo qiladi. Inson aldirong'idir. Kecha bilan kunduzni kamoli qudratimizni ko'rsatadigan 2 alomat qildik. Kechining alomatini ko'tarib o'tdik. Rabbinglarning fazlini talab qilishinglar, ya'ni turmush lozimatliklarini tepish yo'lida sa'i harakatda bo'lishinglar uchun kecha bilan kunduzning almashishi orqali kunlarning, oylarning, yillarning sonini va hisobini bilishinglar uchun kunduzning alomatini yo'riqlik qildik. Dini va dunyoviy ishlarning hammasini tafsili bayon qildik.
her bir insanın amelini onun boynuğa isip koymiz. Yani insanın kılgan her kandak ameli xuddi boyuncak boyundan ayrılmagandek onundan herkes ayrılmaydı. Şununla yarışa ceza verildi. Kıyamet günü onun namı amelini köstümüz. O onu oçuk gördü. Onunla namı amalını okuyan bugün özünge yani bu kılmışlarına özün guvah buluşun kifaye değildi. Kimi ki hidayet tapıdiken hidayet tapkanlıkının paydası onun özü üçündür. Kimi ki azıdiken azganlıkının zihni onun özü üçündür. Bir adam yeni bir adamın günahını üstüge almaydı. Peygamber evetmey durup hiç adamını cezalığınımız yok. Birer şehir ahalisini halak kılmakçı bolsak, onundaki devletmen adamlarını bizge itaat kılışkı buyuruyumuz. Ula itaat kılmay, fiskhi fasad kılıdı da, ulağı azabımız tegiştik boludu. Şunun bilen ulağını korkunçluk revişte halak kılımız. Nuh'dan keyin peygamberlerini inkar kıygan nurgun ümmetlerini halak kıldık. Rabbim bendilerinin günahlarını toluk bilip duruşta, körüp duruşta yeterliktir. Biz dünyanı közlegenler içiden halıgan ademge onun halıganın emas, bizning halıganımızını berimiz. Andın onu ahirette cehennem bilen cezalayımız. Cehennemge o harlangan Allah'ın rahmetinden kovlangan halde kiridir. Kimi ki ahiretini közleydiken ve mümin bulup ahiretki layık amellerini kılıdiken mundak adamlarının kılgan emeli Allah'ın dergahida kabul buludu. Bulanın ve ulanın her ikisiga Rabbinin ata kılgınıdın birimiz. Rabbinin ata kılgını hiç adamdan men'i kılınmaydı. Ulanın bazısından kandak üstün kılganlığımızı kargın. Ahiret derecelerdeki fark elbet tekimi çoğundur ve üstünlük cihetteki fark ziyadı çoğundur. Allah'a başka ma'budni şirik kılmağın. Onda kıysan Allah'ın dergahida eyiplengen, Allah'ın yardımıdan mehrum boğan alda devzakta hem iş kalsan. Rabbin fakat onun özgüle ibadet kılışınlarını ve ata-ananlığı yaxşılık kılışınlarını tavsiye kılıdı. Ulanın biri ya ikilisi senin kol astığında bulup yaşınıp kalsa ulağa ohoy demigin. Yani malallıqni bildirdigan şunchilik so'zni qilmagan. Ularni döşkenlemigin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgan. Ularga kamoli mehribonlikdan nihoyat kamtar muomalada bo'lgan va ey Rabbim, ular meni kichikligimda tarbiyaligindek ularga marhamat qilgan degin. Rabbinla dilinglardikini obdan bilgichidir. Agar sizlar yaxshi bo'lsanglar, ya'ni ata-onanglarni qaqshatquchi bo'lmasanglar, Allah sizlarning xatoliginglarni kechirdi. Allah haqiqatan tavba qilib turg'uchilarni mag'firat qilg'uchidir. Tuqqanga, miskinga, ibn sabilga xayri saxovatdan haqqini bergin. Pul melingni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmagan. İsrof qilg'uchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. Shayton Rabbiga to'limi kufroni ne'mat qilgan edi. Agar sen Rabbingdan kutayotgan marhamat nozil bo'lgandan keyin ondan ularga xayr saxovat qilmoqchi bo'lsang, ya'ni qo'lingda ularga beradigan bir narsa bo'lmasa, ularga chiroyli gap qilgin.
Qo'lingni bo'yningga bog'lab olmagin, ya'ni bexillik qilmagin. Qo'lingni to'limi ichib o'tmagin, ya'ni isrof qilmagin. Unda qilsang, pulsiz qilib malomatga pushaymonga qolasan. Shubhisizki sening Rabbing xohlagan odamning rizqini keng qiladi, xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Allah haqiqatan bandalarining ahvolini, manfaatini bilib turg'uchidir, ko'rib turg'uchidir. Kambag'allikdan qo'rqib, ballariinglarni o'ltirmanglar. Ularning va sizlarning rizqinglarni biz beramiz. Ularni o'ltirish haqiqatan cho'ng gunohdir. Zinoga yaqinlashmanglar. Chunki u qabih ishdir, yomon yo'ldir. Nahaq odam o'ltirmanglarki, Allah nahaq odam o'ltirishni harom qildi. Kimiki nahaq odam o'ltirdigan, kimiki nahaq o'ltiriladigan, qotildan qisos elish ya diyet elish ya kechirim qilish huquqini o'ltirilgichining egisining qo'lida qildik. Egisi qisos elishda chekdan chiqib ketmasin, qotildan g'ayrini o'ltirish ya uning a'zolarini kesish, bir odam uchun ikki odamni o'ltirish qatorliq ishlarni qilmasin. Nahaq o'ltirilgichining egisiga Allah haqiqatan madadkordir. Yetimning melini toki u balog'atga yetganga qadar yetimga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. Ahdiga vafo qilinglar. Qiyomat kuni ahdi ustida, ya'ni ahdiga vafo qilmaganlik ustida albatta savol so'roq qilinsizlar. Sizlar boshqalarga ochliq qatorliqlarni o'lchab berganda to'liq o'lchanglar va to'g'ri tarozida tatib beringlar. Bunda qilish sizlarga dunyoda yaxshidir, oxiratdikinglar uchun texmi yobdandir. Bilmaydigan narsanga agashma. Ya'ni bilmaganni bildim, ko'rmaganni ko'rdim, anglamaganni angladim dema. İnsan qiyomat kuni quloq, ko'z, dil, ya'ni sezgi a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan savol so'roq qilindi. Sen zaminda mag'ruran yurmagin. Akavurlikdan oyg'ing bilan, ya'ni teshib etolmaysan. Har qancha gidaygining bilan egizlikda tog'larga tenglasholmaysan. Yuqorqi ishlarning hammasi qabih bo'lib, Allah'ның dergahida yamandır. Bula Rabbin sana vahiy qilgan hikmetlerinin bir kısmıdır. Allah'a başka ma'budni şirik qilmagin. Bo'lmasa malamet qilingan Allah'ның rahmetinden qo'g'langan holda cehennemge tashlansan. Acaba Allah sizlarga o'g'illarni xos qilib Pəriştilərini özünün qızları qılıb alğan mı? Həqiqətən sizlər çoğ sözünü qılıb atsızlar. Ulanı ibrət asun deb vəzi nəsiyyətini Qur'anda türlük şəkildə bayan qıldıq. Bunun bilən ula həqiqətən teximi yaraqlaşmaqda. Müşriklər etqandək Allah bilən birgə, yəni başqa ilahlar bolğan təqdirdə her ilgisi Allah üstüden g'alaba qilish uchun albatta yo'l izlagan bo'ladi. Allah paktur. Ularning bo'hton so'zlaridan yuksak darajada olidir. 7 osmon, zamin va ulardagi mahluqotlar Allohni pak deb biladi. Koinotdagi qandoqligi narsa bo'lmasin, Allohni pak deb madhilaydi. Ya'ni Allah'ның ulug'liqini so'zlaydi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganlik uchun ularning madhisini sezmaysizlar. Allah haqiqatan bandalariga halimdir, ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Tavba qilguvchilarni mag'firat qilguvchidir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam,
sen ahiretge işenmeydiganlarga Kur'an'ı okugan çığında ular bilen senin aranda yuşurun perdi peyda kıldık. Kur'an'ı düşenmesin dep ularning dillerini perdildik. Ularning kulaklarını ig'ir kıldık. Kur'an'da yalğız Rabbini tilga alsang ular ürküp qichib ketadi. Tilovatinga ularning nima uchun, ya'ni masxara uchun quloq soladiganligini biz obdan bilamiz. Ular qiroatingni ting'igan chaqlarda sening to'g'rangda pichirlashidi. Ayni vaqtda zolimlar mu'minlarga sizlar faqat sehrlangan odamga ergashyapsizlar deydi. Ularning sening to'g'rangda birdam sehrigar, birdam shoir ve birdam Mecnun degandek nurg'un misollarni keltirganligiga qaragan. Ular mushundaq bo'htonlarni chaplash bilan ozdi. Ular hidoyatga yo'l topolmaydi. Mushriklar biz quruq so'ngak bo'lib va chirib to'pi bo'lib ketgandan keyin cho'qim qayta terilib yangidan odam bo'lamdiq deyishdi. Sizlar taş yoki tömür yoki hayotlikni tasavvur qilish texmi qiyin bo'lgan bir narsa bo'lib ketsanglarmi, Alloh sizlarni terildirdi. Ular bizni kim terildirdi deydi. Sizlarni dastlabda yaratgan Alloh terildirdi degin. Ular sana başlarını langıştib, u qachon bo'ldi deyishdi. Sen u pat yaqinda bo'lishi mumkin degin. Şu günde Allah sizlarni chaqirdi. Sizlar uningga hamda aytib icabet qilsizlar va dunyoda faqat ozg'ini tug'andek o'ylaysizlar. Ben dillarimga aytqinki, ular yaxshi so'zlarni qilsin. Shubhisizki şeytan ularning orasida fitna qo'zg'aydi. Şeytan insonga haqiqatan oshkor dushmandir. Allah sizlarni obdan biladi. Xolasa sizlarga rahim qiladi, xolasa sizlarni azoblaydi. Seni ular, yani kafirlarga hami qilib avatkinimiz yo'q. Rabbim osmonlardagi, zimindagi bandalarning ahvolini hammadan obdan biladi. Biz haqiqatan payg'ambarlarning ba'zisini ba'zisidan ustun qildik. Davudga zaburni ato qildik. Sizlar Allohni qo'yib iloh deb o'ylaganlaringlarni chaqiringlar. Ularning qo'lidan sizlardan balani ko'tarib etishmi va uni boshqalarga yutkab qo'yishmi kelmaydi. Ular Allohni qo'yib iloh deb ibodat qilganlarning o'zlari ibodat orqali Rabbiga yaqin bo'lishni tilaydi. Ularning orasida Rabbiga yaqinroq bo'lgani ham ibodat orqali ilohga, Allohga yaqin bo'lishni tilaydi. Rabbining rahmatini umid qilib, uning azobidan qo'rqadi. Rabbining azobi haqiqatan saqlanishga tegishlidir. Allohga osiylik qilgan har qanday bir shahar bo'lmasin, uni biz qiyomat kunidan burun halok qilamiz yoki uni qattiq azoblaymiz. Bu lavhul mahfuzda putilib ketgan hukmdir. Quraysh mushriklari talab qilgan mo'jizalarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilar, ya'ni ilgirki ummatlarning mo'jizalarini yolg'onga chiqarganlik uchundir. Biz Samudga tish to'gini ro'shan mo'jiza qilib berdik. Ular uni inkor qildi. Biz mo'jizalarni faqat bandalarni qo'rqitish uchun avatimiz. Öz vaqtida biz sana Rabbingning haqiqatan kishilarning ahvolini to'liq biladiganligini aytdik. Biz sana Miraj kechisi osmon zimindagi ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni
Qur'ondagi la'nat qilingan daraxtni, ya'ni Qur'onda zikr qilingan zaqqum daraxtini faqat kishilar uchun sinoq qildik. Biz ularni, ya'ni mushriklarni qo'rqitamiz. Bizning qo'rqitishimiz ularning yo'lsizligini texmi kuchaytirdi. Sure İsra tercümesi 61. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Öz vaqtida biz farishtalarga Ademga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sen laydın yaratqanga sajda qilamdiman dedi. İblis manga aytib bergina, sen menden üstün qilgan odam mushumu? Agar manga qiyomat kishi muhlat beradigan bo'lsang, uning avlodining ozg'inisidan boshqasini ozdirib, tüp yildizidan quritib etaman. Ya'ni ularni xohlagancha yetilayman dedi. Allah iblisga aytdi. Barg'in, sana muhlat berdim. Ulardan, ya'ni Adem ballardan kimiki sana ergishadigan cehennem sana ve ularga berilgan to'liq jazodir. Ularning ichidan qo'zg'ata oladigan leki odamingni ovozing bilan, ya'ni gunohga chaqirishing bilan qo'zg'atqin. Otliq ve piyoda qo'shuning bilan ularga hujum qilgin. Ularning mollariga ve ballariga shirik bo'lgin. Ularga yolg'on va'dalarni bergin. Shaytonning ularga bergan va'dasi faqat aldamchilikdir. Şübhisizki mening ixlosman bandalarim ustidan sen hukmronlik qilolmaysan. Rabbing haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. Rabbinglar sizlarni fazlini, ya'ni fazlidan bo'lgan rizqlarni talab qilsin deb kemilarni sizlar uchun dengizda mangdirib berdi. U haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir. Sizlar dengizda bir ofatga yo'liqqan chig'inlarda esinglarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Allohla keladi. Ya'ni inson mundaq chaqda Allohdan boshqaga iltijo qilmaydi. Allah sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, aman esen quruqlikqa chiqarganda yüz öğreysizler. Yani ixlosinglar tugab, avvalgi holtinglarga qaytib olasizlar. İnsan kufrlik qilg'uchidir. Yani Allohning ne'matlarini inkor qilish insonning tabiatidir. Dengizda g'arq bo'lib ketishdan qutulganinglar bilan Allah'ның sizlarni yerga yutkizib etishidan yoki sizlarga osmondan taş yağdırıp halak qilishdan, ondan sizlarni Allah'ның azobidan saqlaydigan hech hami topolmasliginglardan qo'rqmamsizlar? Yoki Allah'ның sizlarni dengizda qayta qatnatqizib, dengizdagi cheg'inglarda qari bo'ron chiqarib, kufrlik qilganliginglar tufaylidan sizlarni g'arq qilib etishidan, ondan sizlarga bizdan öç ilip verdiğin hiç ahadi tapalmaslıklardan korkmamsızlar. Şek şübhisiz ki biz Adem ballarını hürmetli kıldık. Ularni quruqlıqda ulaqlağı mindirdik. Denizde kemilerge çıkardık. Ularni şirin yemeklikler bilen rızıklandırdık. Ularni məxluqatlarımızın nurğunudun üstün kıldık. Biz hemme adamni ularning nomi amali bilan chaqiradigan kunni esingda tutqin. Nomi amali o'ng qo'lidan berilganlar o'zlarining nomi amalini o'qiydi. Ularga qilchi zulm qilinmaydi. Bu dunyoda dili ko'r bo'lgan odam oxiratda ko'r va texmi gumroh bo'ladi. Ular seni biz
sana vahiy qilgan Qur'onga xiloflik qildirib, bizga Qur'ondan g'ayrini iftiro qildirishga tas qoldi. Ular seni biz sana vahiy qilgan Qur'onga xiloflik qildirib, bizga Qur'ondan g'ayrini iftiro qildirishga tas qoldi. Ularning ko'nglidagidek bo'lganda, albatta ular seni o'zlariga do'st qilib oladi. Seni biz haq tuturishda mustahkam qilmagan bo'lsak, ularga moyil bo'lib ketgini haqiqatan tas qolgan eding. Agar shunda qiladigan bo'lsang, albatta sana dunyo va oxiratda hassilab azob bergan bo'ladi. Ondan sen bizga qarshi yordam beradigan hech odam topolmayding. Ular seni zimindan, yurtingdan chiqarib etish uchun u yerda seni xotirjam turg'izmaslikqa urindi. Shundaq bo'lganda sen chiqib ketgandan keyin ular ozg'in vaqt tura oladi. Ya'ni ozg'in vaqtdan keyin halok bo'ladi. Bu bizning senden ilgari avatgan payg'ambarlarimiz haqida tutgan yo'limizdir. Ya'ni payg'ambarlarini orasidan haydab chiqargan har qanday ummatni halok qilish Allohning payg'ambarlari haqida tutgan yo'lidir. Tutgan yo'limizda o'zgarish topolmaysan. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kun qayrilgan vaqtdan tortib qorong'u tushgan vaqtga qadar namoz o'qigin. Fajr namozini o'qigin. Kündüzning va kechining farishtalari cho'qim fajr namozida hozir bo'ladi. Sana nafli ibodat bo'lish uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ong'in. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rabbingning seni madhiyalanadigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi haqiqatdir. Rabbim meni qabrimga o'ngishlik kirgizgin. Qabrimdan o'ngishlik chiqargin. Menga dargohingdan haqqi yordam beradigan quvvat ato qilgan degin. Haqiqat ya'ni islom keldi. Batil ya'ni kufr yo'qoldi. Batil haqiqatan o'ngay yo'qoladi degin. Biz mu'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri texmi oshidi. İnsonga turli ne'matlarni bersak, Rabbining ibodatidan yuz o'riydi. Cho'ngchilik qilib Rabbidan yiroqlashidi. Uningga biror ko'ngilsizlik yetsa, Allohning rahmatidan meyuslanib ketadi. Her odam hidoyat va gumrohlikda o'z yo'li bo'yicha ish qiladi. Rabbinglar kimning to'g'ri yo'lda ekanligini obdan biladi. Ular sendan ruhning mohiyati haqida so'rashidi. Ruhning mohiyatini Rabbim biladi degan. Sizlarga faqat ozg'ina ilm berilgan. Agar biz xohlasak, sana vahiy qilgan Qur'onni albatta dillardan va mushaflardan ko'tarib etdik. Ondan uni asliga keltirishga bizga qarshi hech qanday homiy topolmayding. Faqat Rabbing rahmat qilish yuzidan uni ko'tarib etmadi. Allohning rahmati sana haqiqatan cho'ng bo'ldi. Aytqinki, agar insonlar, jinlar bu Qur'onning o'qishini maydonga keltirish uchun yig'ilib bir-biriga yordamlashgan taqdirdami, uning o'qishini keltira olmaydi. Bu Qur'onda insonlar uchun turli misollarni xilma-xil shaklda bayon qildik. Ro'shan paketlarning bo'lishiga qaramay, insonlarning to'lisi faqat haqiqatni inkor qiladi.
Ular etidin bir bulaqni etildirib chiqarmag'icha sana hergiz ishonmaymiz. Yoki sening xormiliq, talliq va o'ttirisidan o'stanglar iqib turadigan bir beg'ing bo'lsin. Yoki sen aytgandek üstümizge osmonni parcha-parcha qilib tushirgin. Yoki payg'ambarliginga guvohchi qilib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirgin. Yoki sening oltindan uying bo'lsin. Yoki sen shoti bilan osmonga chiqqin. Taki Allah tarafidan sening uning bandisi ve payg'ambarligi ekanliging yozilgan, biz o'qiy oladigan bir kitobni elib tushmagicha sening osmonga chiqqanligingga hargiz ishonmaymiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, Allah pokdir, men faqat bir payg'ambar insonman. Allohning izni bo'lmasa hech odam biror mo'jiza keltira olmaydi. Ular yani müşriklarning o'zlariga hidoyat, yani payg'ambar bilan Qur'on kelgan chaqda iymon etmasliklari Allah insonni payg'ambar qilib avatamdi deganliklar uchundir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, mubada ziminda, yani zimin ahlidek minib yuradigan, o'ltiraqlashgan farishtalar bo'lsa edi, albatta ularga osmondan farishtani payg'ambar qilib tushiratdik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, Allah men bilan sizlarning oranglarda mening rostligimga guvoh bo'lishga yetarlikdir. Allah haqiqatan bandalarining ahvolini bilib turg'ichidir, ko'rib turg'ichidir. Kimiki Allah hidoyat qilgan ekan, u hidoyat topquchidir. Allah gumroh qilgan odamga Allohdan boshqa azobdan qutuldiradigan hech yordamchilarni topolmaysan. Qiyomat kuni ularni dum yotqizib so'rilgan kor gacha holda yig'imiz. Ularning joyi jahannam bo'ladi. Cehennemning o'ti paslab qolsa, ularga o'tni texmi ulg'aytimiz, yalqunjitimiz. Ularning oyatlarimizni inkar qilganliklari va chirigan so'ngak va to'piga aylanganimizdan keyin rostli qaytadan terilib, yangidan odam bo'lamdiq deganliklari uchun ularga berilgan jazo ana shudir. Osmonlarni, ziminni yaratgan Allohning ularga o'xshash insonlarni yarata oladiganligini ular bilmamdi. Allah ularning o'lishi va terilishi uchun shak shubhisiz muayyan vaqt belgiladi. Zolimlar faqat kufrg'ila unaydi. Agar Rabbimning rahmat xazinalari sizlarning qo'linglarda bo'lsa, chiqimdan, yani tugab ketishidan qo'rqib, cho'qim bexillik qilatdinglar. İnson bexil keladi degan. Biz Musaga haqiqatan 9 ro'shan mo'jiza ato qildik. Musa Fir'aunga va uning qavmiga kelgan chaqda biz Musaga ulardan Isroil avlodini qo'yib etishini so'ragan dedik. Fir'aun uningga, ey Musa, seni men cho'qim jadu qilingan deb o'ylayman dedi. Musa, ey Fir'aun, bular yani 9 mo'jizani faqat osmonlarning va zaminning Rabbi mening rostligimni isbotlaydigan dalil qilib nozil qilganligini sen gerçi tilingda iqro qilmasangmi, dilingda albatta obdan bilasan. Men seni ey Fir'aun haqiqatan halok bo'ladi deb o'ylayman dedi. Fir'aun ularni Misr zaminidan chiqarib etmoqchi bo'ldi. Biz Fir'aunni va uning bilan birga bo'lganlarni hammasini dengizga g'arq qilib etdik. Fir'aunni g'arq qilib etgandan keyin biz Isroil avlodiga
Misr zimində turunglar. Ahiret vədisi, yəni qiyamət gələn çağda sizlərni qəbiranglardan məhşərgahqa kafirlər bilən müminlərini aralaş ilib kelimiz dedik. Qur'anni haqiqat asosida nazil qildik. Qur'anmu haqiqatni o'z ichiga olgan holda nazil bo'ldi. Seni biz faqat xo'sh xabar berguchi, ogohlantiruvchi qilib avatdik. Qur'onni kishilarga dona o'qib berishing uchun uni bo'lib nazil qildik. Uni tadrijiy nazil qildik. Qur'onga ishoninglar yoki ishonmanglar mayli. Chunki ishonishinglar Qur'onga kamolat, ishonmasliginglar Qur'onga nuqson ilib kelmaydi degan. Shubhisizki Qur'on nazil bo'lishdan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chaqlarda ta'sirlanib darhol sajdaga bordi. Ular Rabbimiz paktur, Rabbimizning va'dasi cho'qim o'rlanadi deydi. Ular yig'ilgan holda sajda qilishga yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohdan texmi ayminadi. Allah deb atsanglarmı boludu. Rahman deb atsanglarmı boludu. Qaysisini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor degan. Namozingda qiroatni mushriklar anglab qilib, sana aziyat yetkazmasligi uchun yuqori ovoz bilan o'qimag'in. Mu'minlar anglamay qolmasligi uchun past ovoz bilan o'qimag'in. Ularning orasida o'ttir yo'l tutqin. Aytqinki, jimi hamd sana balası bo'lishdan pok bo'lgan, saltanatida shirki bo'lmagan, xorliqdan qutulish uchun do'stiga muhtoj bo'lmagan, ya'ni xor bo'lmagan, yordamchiga muhtoj bo'lmagan Alloh xosdir. Allohni mukammal ravishda ulug'lag'in.